Assalomu alaykum. Mana Baymakka cho'li. Uni bir ichlari zabita bo'lgandi, shuni tozaladik. Tozalayapmiz. Buning uchun mana o'zini kacholiga ketayotgan, отоплениyaga ketayotgan liniyalarni oldim. Ketayotgan liniyalar o'rniga akalarni bilan yordamida peremichka yasab oldik. Peremichka turibdi mana. Bu peremichka nimaga kerak bizga? Shu ichidagi ichlarini tozalab olish uchun peremichkani yasab, shu peremichkani ichiga limonli kislota solib, buni 2 soatda 2 soat balandroq temperaturada 70 gradusda 75 gradusda aylantirdik. Endi ko'ramiz nima bo'ladi. Mana peremichkamiz. Pastiga bitta filtr qo'ya oldim. Kattaroq narsalar kelib tiqilgan bo'lsa, olib qolish uchun filtrimiz Baymakka cholamiz. Hozircha normal ishlab turibdi. Endi hozir yechamiz uni. Sekin qo'shdik. Anchagina narsani tushyapti. Kislotani, limon kislotani hidi bilan ochishda ehtiyot bo'lasizlar. Zanglarni, shu tuz-tuzlarni yuvib pishyapti. Mana manometrim shu ko'tarmay qolgandi. Taringlarni to'ldirsak ham ko'tarilmagandi. Shuni hozir bir tozalab oldik. Limonli kislotani buni ichiga solib, peremichkani ichiga solib, taringlarni to'ldirib qo'shganimizda manometr 1 minut ichiga sirazi ishga tushib ketdi. Ichidagi har xil nakiblar, yig'ilib qolgan tuzlarni hammasini yuvib, olib tushdi. Endi bu peremichkani yechib olib, qo'shib ko'ramiz.